Ko'pchilik rolon chaladigan muxlislarimiz uchun ozgina darslik o'taman. Ko'pchilik so'rashadi muxlislarimiz. Tushuntirib bering Abdug'ofur aka, qanaqa mana bunaqa funksiyalarni bajaramiz deb. Misol uchun bitta stilni olamiz. Mana misol uchun bitta stilni oldik. Chalamiz. Misol uchun avtoakompaniymentni o'chirib qo'yish uchun mana bu turibdi. Mana bunda burchadagi akoshkani bosamiz va o'chadi. Misol uchun o'chdimi? Endi buni har bir misol uchun patrekim yozilgan soundlarni birma-bir svizeni qilib chiqsa bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Option knopkani bosamiz, mana bu yerdagi option knopkani bosib turib va mana bu backup tools'i kiramiz. Mana turibdi-yu, mana bu yerda. Backup tools'i kirib turib, mana patrekim hammasi ko'rindi. Nima yozilgan bo'lsa, hammasi patrekim ko'rindi. Endi barabanda misol uchun bu orkestrator bo'lgan sababi, misol uchun orkestratorlar nechta trek beradi, hozir ko'ramiz mana. Start kompozerga kiramiz va treklar ochildi misol uchun. Mana bu birinchi trekka mana barabanlarni berib qo'ygan. Agar biza har bir trekka alohida chalib oladigan bo'lsa, treklar bu yerda ekonom qila olmaymizda, to'lib qoladi. O'shaning uchun barabanning strukturani mana shu anaqa yozib, alohida bu yoqdan svizeni qilib beraman sizlarga hozir mana. Struktura yozildi baraban, misol uchun mana ikkinchisiga bas, ketdi yog'i. U yog'iga birinchi trekka mana barabanning strukturaga bergan va ikkinchi trekka basga berganda, qolgan treklar 6 trek xohlagan avtoakompaniymentlarni arpejyatorlarni yozsa bo'ladi bemalol. Endi bu yoqda mana treklarga o'tamiz. Mana treklarga o'tamiz. Backup tools'i kiramizda mana va mana treklar ochildi. Barabanni svidenasini qilib beraman hozir mana. Ko'pchilik muxlislarim juda so'rashadi, shuni ko'rsatib beraman Abdug'ofur aka. Mana misol uchun barabanning strukturaga kiramiz va barabanni o'zini yoqamiz. Mana birinchi baraban bo'lsa, mana bu alohida eshitadigan joyi. Misol uchun avtokompaniyani yoqib qo'yaylik. Yoqib qo'yamizda, optionga kirib va backup tools'ga yana bitta kiramiz va mana ketdi mana. Barabanni eshitamiz. Mana alohida eshitadigan joyi. Mana eshitigan. Endi bu barabanda nima chalingan bu yerda? Bochka chalingan va head chalingan, malli chalingan. To'g'rimi? O'sha treklarni topamiz hozir. Topish uchun nima qilamiz? Topish uchun birinchi bo'lib mana solani bosib oldik, on qilib qo'ydik va P2 degan knopka bor mana P2. Bosamiz, mana bu drumga kiramiz. Drum instrumentiga kiramiz. Va bu yerda polniy roz mana chap tabloda qaysi barabanlarda hech chalingan, bu bochka chalingan, hammasi отдельно chiqyapti mana. Chiqyapti mana. Qani eshitamiz. Отдельно chalish eshitish uchun mana buni on turish kerak va eshitib ko'ramiz. Ketdi mana. Mana xetda, даже ochuv xet mana bu chalingan mana ikkinchi trek ochamiz. Ko'ryapsizlarmi? Ketdi mana. 3-chi, nima ekan 3-chi ko'ramiz. Malli ekan 4-chi. Bu ham malliga yordamchi. Ketdi. 5-chini eshitamiz. Mana ko'rdinglarmi? Har bitta trekka alohida, har bitta mana bittaga yozilgan bilan bitta trekka alohida misol svizeni qilib turib saqlanib qilib qo'ysa bo'ladi-da. Ko'pchilik muxlislarimiz shunga qiynalishadi. Kerak bo'lsa mana bu yerda Roland YA7 da shunaqa funksiyalar berganki, shunaqa обработкаlar berib tashlagan, shunaqa FX'lar, shunaqa ekvalizerlar berib tashlaganki,
qolgan instrument bir xil instrumentlar bunaqa narsa udobstvo bunaqa imkoniyatlar men topa olmadim-da. Bir xil instrumentlarda yo'q bunaqa imkoniyatlar. Lekin Rolandda bor qolgan instrumentlar. Bunchalik podrobniy bermagan. Bu instrumentlarda mana imkoniyatlarni men sizga tushuntirib beraman. Mana bochka, misol uchun. Alohida bochka. Ketdi. Equalizer kiramiz. Mana. Equalizer kiramiz, mana. Mana alohida niz bersa ham bo'ladi va serezina bersa ham bo'ladi, mana. Beramiz. Mana. Mana beramiz. Mana serezina beryapmiz. Serezina olamiz, mana. Mana bu niz qo'shamiz. Va nizni olamiz. Misol uchun. Mana bu yerda visoki chastotani ko'taramiz va tushiramiz. Bo'ldi, mana. Misol uchun. Men 0.4 ta svizeni qilib qo'yganman. Endi kimga kerak bo'lsa, shunaqa svizeni qilsa ham bo'ladi. Endi alohida mallilar ham shunaqa qilsa bo'ladi, misol uchun. Malli mana. Misol uchun, alohida mana bu yerda malliga qo'yib olasiz. B2 qo'yib turib, B1 ga qo'yib turib, mana reverb. Alohida reverb misol uchun olib qo'yishga ham bo'ladi, mana. Mana olamiz. Mana ko'rdingizmi? Reverb qo'shib qo'ysa ham bo'ladi, mana. Mana bemalol xohlagancha obrobotkada qo'shib qo'yadi. Va ma'lumotni kerak bo'lsa pasaytirib qo'ysa bo'ladi, mana. Mana. Pasayib ketdimi? Yoki sizga yoqmayapti bitta trek. Bitta trekda yozilgan misol uchun instrument yoqmayapti, mut qilib qo'ysa ham bo'ladi, mana bundoq qilib qo'ysa o'chadi, mana. Bo'ldi. Mut qilib qo'yib, misol uchun o'sha narsani o'chirib qo'ysa ham bo'ladi. Mana shunaqa. Har bitta trekka, misol uchun, bu yerda bitta trekka, misol uchun, barabanning struktura yozilgani bilan alohida svizeni qilib chiqsa bo'ladi. Даже обработкали ekvalizerli, FX'li qo'shib, misol uchun. Даже mana bu yerda o'sha barabanning bochkasini ham almashtirsa bo'ladi, misol. Bochka yoqmayaptimi sizga, mana? Bu yerdan bochkani tanlab olasiz. Mana, misol uchun Liboy. Mashina topasizda bochkani. Bemalol almashtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi funksiyalar juda ko'p berilgan. Buni endi saqlanib qilish uchun svizeni qilib bo'lingandan keyin exit bilan chiqib ketamiz. Exit bilan chiqib ketamiz va eshitib ko'ramiz svizenada, misol uchun. Ko'rdingizmi? Baraballar. Endi baraballar baland bo'ladigan bo'lsa, o'pishni olib qo'yamiz. Mana. Bemalol saqlanib qilish uchun mana yana bundoq qilamiz. Saqlanib qilish uchun mana endi bu yerdan chiqib ketib qoldik biz. Mana bunda turgan bo'lsa, option knopkasini bosamizda va save degan joyi bor mana bu yerda. Saveni bosib turib va qayerga saqlanib qilmoqchisiz. Enter knopkani bossangiz, otini yozasiz mana bu yerdan harflar bilan otini yozib turib, bo'sh bankka stildaga ichiga saqlanib qilib qo'yasiz. Liboy stil misol uchun. Bo'ldi, svizeni. Zvuklarni ham shunaqa qilasizlar. Zvuklarni ham liboy zvuk olasiz, boyaga ko'rsatgandek trek o'ziga kirasiz. FX da obработкаlar qo'shib, xohlasangiz ekvalizerlarni nastroykasiga kirib, xohlagan звучанияni bir svizeni qilib, cho'tki qilib, bemalol liboy apparatga tushadigan qilib svizeni qilib qo'ysa bo'ladi. Bemalol. Keyin bundoq saqlanib qilishni o'rgatib qo'ydim mana. Bemalol qilib qo'yasizlar. Xohlagan drum barabarlarga kirib, xohlagan soundlarga kirib, xohlagancha nastroyka qilib, ekvalizerlar bilan, FX'lar bilan bemalol ishlab, даже reverlarga har bir anaqalarga, misol uchun soundlarga alohida reverb bersa bo'ladi, soundlarning ichiga kirib mana shu. Mana kirasda ichidan kirib to'g'rilab, saqlanib qilib qotirib qo'yasizlar. Darsligim yoqqan bo'lsa,
Xursandman e'tiboringiz uchun. Foydam teganidan xursandman. Omon bo'linglar.